Barchaga assalomu alaykum deymiz. Qadrli yurtdoshlar, sog'monmisizlar? Musofiq turgan aka-uka opa-singillar. Bugungi video sizlar uchun bir foydali bo'ladi degan umiddamiz. Videoni birdan like bosib, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Ish haqida bo'ladi, to'liq ma'lumot olasizlar. Endi hammamiz musofirda yuribmiz do'stlar. Men ham sizlar qatori ishchiman oddiy. Hamma ishlagani kelgandan keyin har kimda har xil fikr bo'ladi. Kimdir kechasi smenasi ishlayasi keladi, kimdir kunduzi masalan. Ko'pchiliklar Telegramdan, WhatsAppdan meni tanigan bilganlar kommentariya yozibdilar. Aka, kechki smenaga ish bo'lsa ham chiqaring. Ya'ni ko'pchilik so'rayapti, guruchchilikka ish bormi deb. Mana sizlarga ajoyib ish. Ayol va erkaklarni 18 yoshdan 45 yoshgacha erkak va ayollarni ishga qabul qilar ekan. Moskvani o'zida sklad bor do'stlar. Sklad desa hamma qochadi. Endi bir narsani tushunib olinglar. Ishlagani kelgandan keyin har bir odam kim bo'lishidan qat'iy nazar ishlaydi u. Mesela ishlagani kelgandan keyin ishlaydi-da. Azon skladda hamma qochadigan bo'ldi. Lekin videoni menga tashlab berdilar. Qanday ish bo'lyapti u yerda? Kuniga eng kami 3000 rubldan to 5000, 6000, 7000 ketaveradi. Obyumga ish bo'lar ekan. Siz avvalo kommentariya negativchilar kommentariya yozmasdan oldin, negativ kommentariya yozmasdan oldin videoni avval oxirigacha ko'ringlar. Nima ish qilinyapti videosi bor. Videoni tashlab berdilar, ko'rasizlar. Obyumga ishlanar ekan u. Endi bor yangi kelganlar bo'lsa, bir hafta, 10 kun salgina bo'lsa ham o'rganib olish uchun keyin yana o'rganib ketadilar masalanda kim bo'lsa ham. Skladda tovar yig'iladi, og'ir ish emas. Kechki smenasi bor ekan, masalan 3000 rubldan to 7000, 8000 gacha obyum ketaveradi dalshi. Qanchalik qilishingizga bog'liq bu. Erkak va ayollarni ishga qabul qiladi. Keyin bu yerda usloviyasi yotoqxonasi bor. Faqat dokumenti borlar uchun, moskovskiy dokumenti borlar uchun. Keyin yangi kelganlar O'zbekistonda yangi kelganlar uchun bo'lsa, dokumentiga yordam beradi pul tomonidan. Yotoqxonasiga qo'yadi sirazi, registratsiya ham shu ishxonaning yonida yotoqxona registratsiya qilib berar ekan. Lekin bu yerda registratsiyasi besplatniy bo'ladi, yotoq besplatniy bo'ladi. Shu ikkovi uchun do'stlar 9000 rubldan har oylikda ushlab qoladi. Har juma kuni pul berar ekan avans. Videoni ko'ringlar, xulosa o'zlaringizdan. Avvalo ishni borib ko'ringlar. Yoqsa ishlaysizlar, yoqmasa yo'q. Shu yerda ishlab yurgan aka-uka, opa-singillarimiz bor. Ishni o'rganib so'ranglar, qanday ish bo'lyapti u yerda? Qani men ishlasam bo'ladimi? Ishlab bilamanmi degan bir interes bilan, qiziqish bilan borib so'rab ko'ringlar. Yoqsa ishlaysizlar, yoqmasa yo'q. Lekin ko'pdan beri shu yerda aka-ukalarimiz ishlab yurgan ekan do'stlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Kanalga yangi bo'lsangiz do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Guruchchiliklar ham aytib o'tay. Guruchchiliklar ham kuniga 3000 rubldan pul yoziladi u yerda. Mana sizlarga ajoyib ish. Video yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, podpishka qilib turasizlar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Qo'ldan kelganicha ishlarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Xayr, sog'-omon bo'ling. Mana Nurbekga ish, bizning ish mana shundan iborat. Mana keliniz ishlayapti. Mana palet, mana shu paletni bir nima qiladi, mana melchi tovarlar mana. Mana qo'liga mana bunday tezda, mana shu bilan urib ajratib tashaveradi. İşimiz bir xil. Mana bu tomon bukva deyiladi. Uning orqasi riyat. Riyatga shunday bukva ishlatadi, ega turganlar kegiti. Bu soldatlar mana. Telefon, Mana polna mashir.